Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan gardeniya gulining parvarishi haqida batafsil gaplashamiz. Gardeniya parvarishi juda ham oson hisoblanadi agarda siz parvarishini to'liq mukammal bilsangiz. Bu azaliyaga o'xshab ketadigan gul hisoblanadi, faqat azaliya gulidan ajralib turadigan bitta tarafi azaliya gulining hidi yo'q. Gardeniya gulining esa hidi juda ham shirin bo'ladi. Xona gullarining ichida eng hidi zo'r gul bu mushkambar va gardeniya guli hisoblanadi. Gardeniya gulining tuprog'i nordon bo'lishi kerak. Eng zo'ri o'zini maxsus sotiladigan tuprog'ini ishlatish. Pachvadiliya gardeniya yoki pachvadiliya azaliya deb yozilgan bo'ladi. Gardeniya uchun tuvak holati tuvagi kichkina bo'lishi kerak, albatta o'ziga mos. Joy esa yorug' lekin quyosh tushmaydigan joy bo'lishi kerak. Quyosh ustiga tushmasligi lozim. Ertalabki yoki kechki quyosh ozgincha tushib o'tsa bo'ladi. Harorat esa eng zo'r harorat +20–+24 gradus, faqat skvoznak va isitish moslamalarini oldida turmasligi kerak bo'ladi. Juda issiqni ham, juda sovuqni ham yoqtirmaydi. O'rtacha me'yordagi harorat bu gul uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Sug'orilishi esa suvni me'yorda yaxshi ko'radi. Tuprog'i qurib qolishi kerak emas. Tuprog'ini tepasi ozgincha quriganidan so'ng suv quyish kerak bo'ladi. Namlik esa havo namligi muhim hisoblanadi. Havo namligi 40–60% bo'lishi kerak. Gullashi asosan yozdan kuzgacha davom etadi. Kesish esa kesish mumkin, lekin kesish asosan shaklini to'g'irlash uchun va eski shoxlarini olib tashlash uchun amalga oshiriladi. Kesish faqat gullab bo'lganidan keyin, gullagan vaqtda bu gul kesilmaydi. Tuproq almashtirishda esa gardeniya tuprog'ini kamida 1 yilda 1 marta almashtirish kerak bo'ladi. Eng zo'ri erta bahorda gul yo'q paytda almashtirish kerak. Tuvak almashtirilishi esa yangi tuvagi eskisidan ozgincha katta bo'lsa bo'ladi. Faqatgina ehtiyot shart bo'lsa tuvagini almashtirish kerak. Agarda tuvagi o'ziga mos bo'lsa almashtirmasa ham bo'ladi. Ko'paytirish asosan qalamcha, cherinka va urug'i orqali ko'paytiriladi. Cherinka qilish asosan osonroq, urug'idan juda ham qiyin ko'paytirish. Oziqalaridan esa gullash davrida asosan fosfor va kaliyga boy oziqalarni berish kerak. Guli yo'q davrida universal oziqalar bersa ham bo'ladi. Zararkunanda hasharotlardan esa asosan shitovka, o'rgimchakkanna, shira, oqpashsha kabi hasharotlar bu gulga zarar yetkazishi mumkin. Chirishda esa chirishga moyilligi bor, asosan juda ko'p suvdan chirishi mumkin. Shuning uchun suvni me'yorda qo'yish yaxshiroq. Gardeniya parvarishida eng asosiy qoidalar haqida aytib o'taman. Suvni me'yorida yaxshi ko'radi. Tuprog'i qurib qolishi kerak emas, lekin suvni juda ko'p qo'yish va botqoq hosil qilish ham shart emas. Harorati esa +25 gradusdan baland bo'lsa qiynalishni boshlaydi va harorat +20 gradusdan past bo'lsa ham bu gul qiynalib o'sib qoladi. Shuning uchun +20 gradus bu gul uchun juda ham yaxshi harorat hisoblanadi. Tikka quyosh tushmasligi lozim, barglari quyoshda kuyadi. Gullagan vaqtda esa gullari ko'rimsiz rangda bo'lishi mumkin. Yorug'lik esa yorug' joyda turishi juda ham muhim, ayniqsa gullash davrida. O'zini maxsus tuprog'idan ishlatilinishi kerak. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi azizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.